Masturbatsiya qilish, ya'ni 5 ga 1 ning asosiy 5 ta zarari. 5-inchisi eng xavflisi. Birinchisi potensiyani pasayishi. Tez-tez masturbatsiya qilish natijasida qon tarkibidagi gormonlar nisbati buziladi, testosteron tushadi. Buning oqibatida esa olat tarangligi buziladi. Ikkinchisi erta bo'shanish. Tez-tez va ko'p miqdorda masturbatsiya qilish olat sezgirligini pasaytiradi, reflekslarni tezlashtiradi. Buning natijasida esa sizda erta bo'shanish kelib chiqadi. Uchinchisi prostata kasalliklari. Tez-tez va juda ko'p miqdorda masturbatsiya qilish prostataning ortiqcha ishlashiga olib keladi va undagi qon aylanishini buzadi. Buning natijasida esa prostata bilan bog'liq kasalliklar, prostatit va prostata fibrozi yuzaga kelishi mumkin. To'rtinchisi bu psixologik ta'sir. Ya'ni juda ko'p masturbatsiya qilish natijasida odamning diqqati va e'tibori pornografik g'oyalardan to'lib toshadi. Buning oqibatida esa juda ham chuqur psixologik o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Beshinchisi va eng xavflisi, juda ko'p masturbatsiya natijasida spermaning sifati pasayadi, ya'ni astinozospermiya harakatlari buziladi. Buning oqibati esa fertillikni kamaytiradi, urug'lantirish qobiliyati tushadi. Bundan foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.